Hamma inson bir xil emas. Hamdam Sobirov o'zini uyini sotmoqchi bo'lganda yolg'onchi realtorlarning qo'liga uchrab qoldi va uni uyini ustidan yaxshigina mablag' ishlamoqchi bo'lgan ekan. Bu narsani bilgan Hamdam Sobirov o'z uyini o'zi sotishni xohlab video chiqarib tayinlabdi. To'g'ri qilgan deb o'ylaymanman. To'g'ri, 5 qo'l baravar emas. Shunaqa realtorlar ham bor. Endi hammasi ham deb aytmayman. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammalarga ma'lumki, 1,5 yil oldin mana shu uyni xarid qilgan edim, oilam uchun niyat qilib. Hozir mana shu uyimni sotuvga qo'ydim. Nimagaki, oilamiz kichkina bo'lgani uchun, bolalarim kichkina bo'lgani uchun realtorlarga berdim. Endi xaridor baribir ishonmasligi mumkin. Realtorlarga berdim. Realtorlar balki qimmat aytgandir. $900,000 boshlanish narxi edi, 850,000, 900,000 atrofida edi. Hozir $750,000 ga naqd beraveraman. Bolalarim kichkina bo'lgani uchun bu uy 8 ta xona bo'lsa, 840 kvadrat yashaydigan maydonni. Hamma mebel, texnika, hamma narsani qoldiraman ichida. Bemalol kelib, nomer qoldiraman. Yani xarid qilishga mumkin bo'ladi. Juda ham fayzli uy, o'zimga juda ham yoqadi. Lekin bolalarim qo'rqib, kichkina, hali yosh bo'lgani uchun bizga juda ham kattalik qildi. Shuning uchun kvartiraga ko'chib turibmiz hozircha. Bolalarim katta bo'lgandan keyin balki borsa yana o'zimiz kattaroq uchastka qoplab olsak bo'larmiz. Lekin hozircha bu uchastkani sotuvga qo'yganmiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. $750,000. Bemalol kelaveradi. Rahmat.